Arkadaşlar sizlar bilan men Faker. Bugungi videoda biz Minecraftda Vijivaniya qilamiz, ya'ni Minecraftda. Bo'lmasam ketdik. Bu men Texmirda qurganman. To'g'ri, ozgina narsalarni, masalan, yog'ochlarni Texmirda topib bo'lmaydi, shuning uchun kreativdan olganman. Hop, birinchi o'rinda biz fermani qarab qo'yishimiz kerak, fermaga. Hop. Sabzilar ham pishib qopti. Bularni ham olib qo'ysak. Damanollar ham pishgan adashmasdan pishibdi bu ham. Mana bu yerda ikkita qoldi. Olamiz va oxirgisi so'nggisi. Nu oldik bo'ldi. Endi mana ularni olamiz. Xo'p, endi kartoshkalarni yig'ishtirib olamiz. Ya'ni yig'ishtiryapmiz. Kartoshkalar ham pishib qopti. Voy, pishmaganini ham oldim.